Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz AdinExpert'dan xatosi ro'yxatdan o'tishni tushuntirib o'taman. Bu yerda kirish, ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda bir bosishda ro'yxatdan o'ting deyapti. Tez va oson. Bu yerda birinchisi mamlakat deyapti, O'zbekistonda turibdi, ikkinchisi so'mda turibdi. Yevroda o'ynasangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q buni. Uchinchisi bonus tanlang deyapti, bu sportda turibdi. To'rtinchisiga promokod deyapti. Promokod degan joyga xuddi shunday kiritasizlar. Keyin oxirisi pistechkani belgilaymiz. Bu yerda barcha ma'lumot to'ldirib bo'lganingizdan keyin ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerdan pistechkani qilamiz do'stlar. Mana bu yerda bosamiz. Mana xuddi shunday chiqib qolsa. Bu yerda alohida chiqish kerak. Mana xuddi shunday kattacha. Bu yerda tepada qaysini belgilang degan bo'lsa, o'shani belgilash kerak. Mana do'stlar, akkauntga ham kirib oldik. Buni galereyangizga saqlab qo'ying. Akkauntingiz chiqib ketgudek bo'lsa, kirishingiz mumkin bo'ladi. O'z holiga qaytadi. Keyingisini bosamiz. Endi do'stlar menyuga o'tamiz. Menyuga o'tgandan keyin mana tepada burchakda ID turibdi. Shaxsiy ma'lumotlar deb. Shaxsiy ma'lumotlarga bosamiz. Bu yerdan qalamcha bor. Shaxsiy ma'lumotlar to'ldiring deyapti bu yerda. Bu yerda mana o'zingiz haqingizda ism, familiya, viloyat, pasport seriya barchasini to'ldirasizlar. Pul chiqarish, pul kirgizishda umuman muammo bo'lmaydi do'stlar. Bu yer to'ldirib bo'lganingizdan keyin mana pastda saqlashga bosganlaringizdan keyin mana bu yerda o'zingizning ism, familiyangiz chiqadi. Keyin bemalol mana bu yerga o'tasizlar. Burchakka bulutchaga bemalol hisob to'ldirsalaringiz ham bo'ladi. Bemalol mana pastgisida pul chiqarish. Bemalol ikkalasi yonma-yon turibdi. Bemalol hech qanaqa muammo bo'lmaydi keyin. Mana bu yerda do'stlar gamis o'yinlari, bu yerda kazino, sport o'yinlari. Uchalasi o'zi yonma-yon. Gamis o'yinlariga o'taman desangiz eng kami 3000 so'm tikish bu yerda. Kristal mana kirash hammasi bor. Men bu yerga kazinoga o'taman desalaringiz mana bu yerda hammasi chekkini ham barchasi mana do'stlar. Barchasi ko'rsatilib qo'ygan. Agar do'stlar video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat do'stlar.